Hozir sizlar bilan birgalikda atigi 2 daqiqa ichida YouTube kanali ochishni to'liq ko'rib chiqamiz. Men Bayranbek Erkinov 8 yildan buyon YouTube orqali daromad qilib kelaman va sizga ham buni o'rgatib qo'ymoqchiman. Hozir 2 daqiqa ichida siz YouTube kanali ochishni boshlasangiz bo'ladi va buni o'zingiz qila olasiz. Ketdik. Men hozir sizlarga qanaqa qilishni ko'rsatib o'taman. Birinchi navbatda sizlar telefoningiz orqali sozlanmalar, ya'ni nastroyka bo'limiga kirib olasizlar va bu joyda eng pastga tushadigan bo'lsanglar, Google bo'limi bor. Google bo'limiga kirganingizda sizlarda mavjud bo'lgan Gmail akkauntlar chiqib keladi. Siz bu joyda strelka ustiga bosib turib, eng pastga tushasiz, boshqa hisob kiritishga bosasiz. Biz yangi Gmail ochishni boshlaymiz. Kirgandan keyin sizlarda xuddi shunaqa Google ga kirish ochiladi. Bu joyda hisob yaratishni bosasizlar, shaxsiy foydalanish uchun deganni tanlab qo'yasizlar. Isminglarni yozasizlar va keyingisiga bosasizlar. Va undan keyin tug'ilgan yilinglarni kiritasizlar va jinsinglarni tanlab qo'yasizlar va keyingisiga bosasizlar. Va bu joyda sizlarga avtomatik tarzda o'zi Gmail ma'lumotlarni berib o'tadi. Shaxsiy Gmail yozishni bosib turib, siz bu joyga o'zingizni esingizdan chiqmaydigan Gmailga nom berib qo'ysangiz bo'ladi. Yozib qo'yasiz. Kirgandan keyin qanaqadir parol yozishingiz kerak bo'ladi. Parolni yozasizlar va keyingisi. Va bo'ldi. Bizda Gmail akkauntimiz ochildi. Keyingisiga bosib turib, bemalol bu yerda rozimanni bosib oxiriga yetkazib qo'ysangiz bo'ladi. Bo'ldi. Gmail akkauntimiz tayyor. Endi esa biz uni YouTube ga kirib, ochib, sozlash ishlarini oxiriga yetkazib qo'yamiz. Va buning uchun biz Google brauzeriga kirib olishimiz kerak bo'ladi. Telefonimizda mana shu Chrome deb yozilgan Google brauzerga kiramiz. Brauzerga kirganimizdan keyin biz tepaga YouTube deb yozamiz. youtube.com mana desktop chiqdi bizda va bunga kirishga bosamiz. Sizlarda ham xuddi shunaqa chiqadi. YouTube ga kirib olganingizdan keyin xuddi shunaqa oyna ochiladi va tepada, o'ng tepada sizni YouTube kanalingizni Gmail turadi. Mana biz ochgan Gmail va bu joydan YouTube Studioga ustiga bosamiz. Bosganimizdan keyin bizga kanalga nom berishni aytadi va men bu yerda sizlarga ChatGPT ni tavsiya qilaman. Xo'p, ChatGPT ga kirib turib, ChatGPT ning linkini pastda opsiyaniyada qoldirganman. Kirasizlar, Talescope YouTube kanali uchun nom topib ber. Men Talescope yo'nalish tanlaganim uchun shunaqa nom so'radim va u menga juda ko'p nomlar tanlab berdi. Xo'p, Bets kanali misol uchun menga yoqdi va men bu kanal bo'yicha men bu joyda taglar kanal uchun taglar yozib berdim, taglarni ham yozib berdi. Undan keyin opisaniya yozib berdim, opisaniyani ham yozib berdim, mana opisaniya yozib berdi deb yozdim va undan keyin logotip yasab berdi, menga logotip ham yasab berdi. Va Hobbits kanalim uchun hozir men bu joyda ishlarni yakunlab qo'ysam bo'ldi. Shundoq hamma narsani kopiyalab tashlayman. Hop best. Hop best. Mana yozdim va Hop best kanalini yozdim va bu joyga rasm tanlashni ustiga bosib turib, men o'zimni galereyamdagi o'sha boyagi ChatGPT menga tayyorlab bergan rasmni yuklab olaman. Yuklashga bosdim. Albom va mana kanalga yuklandi. Tayyorni bosaman. Bo'ldi. Menda kanalga nom bor. Userga ham xuddi bir xil qilib qo'ysalar bo'ladi. Misol uchun Hobbits Tales Hop. Mana bo'ldi. Kanal yaratishni bosamiz va bizda YouTube kanal tayyor bo'ldi. Endi uni ichidagi ayrim sozlanmalarni ham sizlarga tushuntirib o'tib ketaman. Kanal ochilgandan keyin endi biz uni ichidagi sozlanmalarni ko'rib chiqamiz. Bizda chap taraf pastda sozlanmalar bo'limiga kirganimizda mana shunaqa joy ochiladi va bu joyda umumiyda AQSh dollarida turadi. Bu sizni pulingizni qaysi valyutada olishingiz va kanal bo'limiga kiradigan bo'lsangiz, bu joyda joylashgan davlatinglarni, misol uchun Amerika qilib qo'yasizlar va kalit so'zlarni qanaqa qilib yozamiz desanglar, mana ChatGPT ga kirib turib, bunga men yozganman. Taglar yozib ber, 500 tadan oshmasin deganman. Sabab 500 tadan ko'p tagni olmaydi. Copy kod qildim va qaytdim. Qaytgandan keyin kalit so'zlar degan joyga o'sha kodlarni tashladim va kengaytirilgan sozlanmalarga o'tdim. Bu yerda esa bizani video yo'q, bolalar uchun emas deganini tanlab qo'yamiz va funksiyalar ruxsatiga o'tamiz va bu joyda maqbul bo'limiga bosib turib, telefon raqaminglarni tasdiqlab olasizlar. Telefon raqami tasdiqlangandan keyin yuklash sozlanmalariga o'tamiz va bu joyda kengaytirilgan, bu joyda mana bu ruxsatni hamma uchun ochiqqa qo'yib qo'yasizlar va kengaytirilgan sozlanmalarda bizani yo'nalishimiz musiqa yo'nalishi bo'lgani uchun Talescope musiqani tanlab qo'yamiz. Sizni Amerikaning YouTube kanalingiz qanaqa yo'nalishdan bo'lishidan qat'iy nazar mana shu Talescope tanlab qo'ysanglar ham bo'ladi. Agar gaming bo'ladigan bo'lsa, gaming tanlab qo'ysanglar ham bo'laveradi.
Ruxsatlar bo'limida hech narsa o'zgarmaydi, hamjamiyat hech narsa o'zgarmaydi va bo'ldi. Va biz YouTube kanalimiz tayyor bo'ldi. Unga videolar yuklashni boshlasak bo'ladi. Qo'litish juda oson, hammaga omad. Kanalga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin.